Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bir kuni hadis keladi. Mishkatul Masobihda ham keladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sahobalarning orasidan yo'q bo'lib qoldilar, ya'ni yo'qlar, hech yerdan topa olmay qolishdi. Qo'rqib sahobalar izlay boshlashdi. Shunda Abu Hurayra radhiyallohu anhu qarasalar, Rasululloh bir devorning ortida turgan ekanlar. Ya Rasululloh, bir qo'rqib ketdik biz sizdan, yo'qotib qo'ydik. Ya'ni qarang, shunchalik bir pas ko'rmasa Rasulullohni sog'inib qolishganda. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muborak qovushlarini berdilarda, aytdilarki, senga kim yo'liqsa, aytginki la ilaha illalloh desa jannatga kiradi. Shuni bashoratini berdilar. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu qovushni shunday bag'rlariga bosdilarda, hadisda shunday keladi. Shunday bag'rlariga bosdilarda kimni ko'rsa, man qala la ilaha illalloh dakhalal jannat urdilar. Ya'ni kim la ilaha illalloh desa, mo'min bo'lsa jannatga kiradi bashoratini berdilar. Umar radhiyallohu anhu ro'bara bo'lib qoldi. Ha dedilar. Ha, Rasululloh sallam shunday dedilar. Kim la ilaha illalloh desa jannatga kiradi dedilar. Shu fadaraba bayna thadiyay, ikkita ko'kragim o'rtasiga bir urdi. Fajalastu listi, orqam bilan o'tirib qoldim dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Qani meni Rasulullohga boshla, qayerda o'tiribdilar? Umar radhiyallohu anhu Abu Hurayra bilan Rasulullohning oldilariga bordilar. Qarasalar, norozilik kayfiyati bor. Malaka ya Umar dedilar. Ey Umar, nima bo'ldi dedilar. Ya Rasululloh, bu Abu Hurayraga shunday dedingizmi? Kim la ilaha illalloh desa jannatga kiradi deb bashorat ber dedingizmi? Ha dedim. Ya Rasululloh, shunday demaylik dedilar. Umar radhiyallohu anhu Rasulullohga aytibdi. Nega dedilar? Fayattakilu dedilar. Odamlar shunga suyanib qoladi. La ilaha illalloh deb jannatga kiradigan bo'lsak, namoz o'qilmag'lamiz, roza tutmag'lamiz, ihson qilmag'lamiz, zakot berilmag'lamiz. La ilaha illalloh desak bo'ldi ekan-ku. Qivraylikda boshqa ishimizni deb suyanib qoladi. Dedilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Men payg'ambarman, sen payg'ambarmisan demadilar. Da'hum fayattakilu. Abu Hurayra, mayli, bu gapni gapirmay tur dedilar. Chunki islom avvaliydi, hali to'liq hukmlar nozil bo'lmagan, tarbiyalanayotgan bir davr edi. Endi men ham hozir shu hadis bor, sahih hadis desamda, bir ibodat qilmaydigan jamoat ichiga kirib, "Va sizlarga bashorat beraymi? Ha? Men zo'r domla bo'laman"da shunda. La ilaha illalloh deylar, bo'ldi desam, namoz o'qiydimi shular? Roza tutadimi shular? Ihson qiladimi shular? Nimaga? Bu hadis sahih hadis, turibdi kitobda. Aytsam bo'ladi. Lekin men ular oldida nima deyman? Ey, mansabiylarga aldanib qolmanglar. Dunyolarga aldanib qolmanglar. Musulmonlikni da'vo qilyapsizlarmi? Musulmoncha yashashga harakat qilinglar deyishim u yerda foydali. Lekin iymoni bor, ibodatda mustahkam bo'lgan insonlarga shu hadisni aytishim zarari yo'q. Chunki men shu hadisni aytsam hozir namoz o'qimay qo'yasizlarmi? Men shu hadisni aytsam tashqariga chiqib olib roza tutmay qo'yasizlarmi? Yo'q. Bu la ilaha illalloh degani namoz o'qimasang ham degani emas. La ilaha illalloh degani bu gapni aytgan inson do'zaxda abadiy qolmaydi degani. Mana shu narsani tushunish kerak. Shu uchun odamni saviyasiga qarab, ibodatga kirganiga e'tibor berib, gapirishlik ham bu katta bir farosat hisoblanadi.